Ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum qadrdonlar. Eng zo'rini ko'rasiz. Oqqan daryo oqmay qolmas ekan. Mana shu yigit 8-sinf bola buni yetishtirayotgan mollariga qarang. Xo'p, 6 oylik buzoqchani tomosha qiling qadrdonlar. 6 oylik buzoqcha sifatlarini ko'rsatib o'taman yon orqa tomonlaridan. O'ta go'zal sifat variantida. Mashalloh deb kommentga yozib, do'stlar, like bosib qo'ying. Endi mana buqaga tomosha qiling. Bunisi 11 oylik buqa. Haqiqiy chorvador akamiz uyida yetishtiradi mana shunaqalarni. Manzil Oltisoy tumani qadrdonlar. Endi birovga bular narxlarini aytib o'tib ketaman. Bu g'unojim buzoqchamizni bahosi 26 million so'm baho qo'yilgan. Qadrdonlar, telefonlashib, xayri bor, barakasi bor akalarimiz. Uzoq yillardan beri chorva bilan kelgan yigitlar. Bu buqachaga esa 11 oylik buqachaga 36 million baho qo'yilgan. Xayri bor, barakasi bor yigitlar. Telefonlashib ishlaringizni bitkazib olishlaringiz mumkin. E'tibor bering, o'ta go'zalidan. Chotlariga e'tibor bering. Siz izlaganidan 11 oyda tanka varianti. O'ta sifat variantidan.